Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolasi yangi siloslarimiz keldi. O'ta ham bir donli deydimi? Pachka qo'ya mana. Mardaylar yog'ilib qolyapti, mardaylar. Nima deya 1 gram suvi ham chiqmaydi. Xudo xolasi o'ta behijolat. Bu pastga tushgan narsani qaranglar mana. Shunda sutni qattiq bo'lgan pishiradigan holatda. O'ta ham ideal siloslarimiz. Shunda nuqul mana pachka poyani o'ralgan 1 gram suv chiqmaydi. Donlari ko'rinadi. Sutni qattiq holatda mana. Xohlagan joyingizdan tushirib ko'raverasiz mana. O'ta behijolat. Nardaylari mana to'kilyapti faqat. To'kilishini qarang. Faqat don to'kilyapti bundan. Behijolat holatda. Kimga zarar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, behijolat. Suv chiqmaydi holati o'ta ideal.